Assalomu alaykum hurmatli chorva olamining aziz obunachilari. Xudo xolasa mana Sharxon Xoldami mol bozorida video obzorlarini qilib beramiz. Xudo xolasa xunaji, novvos, sigir, yana bola sigirlar, bo'g'ozlar narxlarini bilib beramiz. Xudo xolasa. Qani ketdik. Xudo xolasa like va obunani bo'lib qo'ysalar men xursand bo'laman. Bilan bo'ldi o'zi bilan? Aka nech bilan bo'ldi o'zi? 13,5dan. Bunajillar. Bakamiz bunu. Aka nech pul beryapsiz? 15,5 milyon beryapman mashinga. 15,5 million so'm novvos. Aka bu nech pulga bordi shvetimiz? 18 million so'm. Nech pul narx aytyapsiz o'zi? 21 million. Beryapmiz aka. Novvos bozordamiz. Nech pul savdo berdingiz aka? Oldim 100 ming qo'shib beraman. 15 ming. 12,5. 12,2. Ana. 16,2. 16 million 200. Bu novvosimiz nech pulga bordi aka? 14,5 million so'm. Qiziqqanlar. Ola novvosga nech pul narx aytyapsiz aka? 20. Nech pulga bordi? 16,5. 16,5 million so'mga bordi. Hozir yana bolalarning videosi. Ana savdo bo'lyapti. Nech pul savdo aka? Sigir ham qilyapsiz hamma. Nech pul? Qaysi? 17,5 million 18. Ana ularsa mollar, sigirlar kirib kelyapti. Eksham 31. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 34 million so'm. Bunisi chiroqli 27. Nech pulga bordi? 30. Nech pulga bordi aka bu sigirimiz? Azlar 45 millionga boribdi. 45 million savdosi. Shvetimiz nech pulga bordi aka? Hayvon. 40 million. O 37-40 million atrofida savdo bo'lyapti ekan. Mana savdo bo'layotgan joyga kelyapmiz mana. Nech pulga boryapti shvet? Hamma yo'q bo'ldi. Qarang, qora. Shvet nech pulga boryapti? Nexti. Akani. 31 million 300 ming so'm shvetlar. Baraka. Smeltanimiz nech pulga bordi aka? 40 million qilyapti. Nech pul deyapsiz? 50 million. 50 million. Xudo xolasa mana. Nech pulga bordi bu Toshkent barodamiz? Ha? Nech pulga bordi? Ha? 32. Nech pul deyilyapti? Nech pul deyilyapti? 32 da. Ha, 32. Savdosi nech pulga bordi? 32 da. Shvetimiz nech pulga bordi bu aka? Nech pul deyapsiz? 38 million so'm. 34 million so'm kami bu. Gumonda. Ketyapti-yu. Mana bu 2 oylik bo'g'oz edi. Aha, 2 oylik bo'g'oz. 35 million berdim. 35 million. Telefon nomerlarini ketaveramizmi aka? Akalarniki men olarmonman aka. Men savdo qilyapman mana shu yerga. Aha, bo'ldi. Aka savdo qilyapti ekan. Mana. Kelgan narsalar nech pullariga bordi aka bular? Nech pullariga bordi? Bizdan kattasi Nech puldan bordi aka? 60 millionga bordi. 60 milliondan. Aziz obunachilar. Bunisi nech pulga bordi aka? 45 million. Bo'g'oz necha oylik? 7 oylikdan. 7 oylik. Obunachilar 33 million so'm kami bor. 29 million so'm savdo qilishyapti ekan. Ikkinchi bolasi novvoscha ekan. Nechta suti bor? 10 ta. 10 litr suti bor. 10 taga. Ko'salari. Bunisi nech pulga bordi aka?
Bunisiga 45 narx aytyapti. 45 million so'm narxi aytilyapti. 37-38 beryapti. 37-38. Telefon nomerlari ayt. 94lik 94lik 015 015 23 46. 23-46. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasigacha qilib beraveradi. Aziz obunachilar, xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalar yozib qo'yasizlar. Qo'limizdan kelganicha harakat qilib video obzorlar qilib berdim. Xudo xolasa yaxshi kunda yaxshi nimalarda ko'rishaylik. Like va kommentariyalar yozib qo'yasizlar va obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' salomat bo'linglar.